Mana shu ko'pchilik bizdan aytadi, mana vaguriy go'shtlaringiz nimaga shunaqangi shirin deb. Mana shunaqa mahalliy qo'y qo'zilarni olib kelamiz-da, mana ko'rib turganinglarda. Bu o'zani Surxondaryo, Qashqadaryoda yurtdoshlarimiz baraka topsin, shunaqa Toshkentgacha yetib keldi. Bu vaguriyning ma'nosi nima desa, vaguriy yog'da vag'ur-vug'ur bo'lib pishganiga, cho'ponliklar mehmonlar kelib qolsa bitta qo'y olib adarib yuborgan, cho'poncha bo'lib ketganda, shunaqa qilib milliy taomimizga shunaqa taomlar kirib ketganda, mahalliy go'sht qayerdan bilsa bo'ladi desa, mana shu oppoq, mana mo'tadil tarzda turibdi, mana ko'ryapsizlarmi, mana svejiy deydi-yu. Mana bu joyi biqin bo'ladi. Biz cho'ponchaga biqinlarni ham mana shunaqa chiroyli qilib kesamiz. Mana bu joyi viriskasi bo'ladi. Eng qimmat joyi qo'y go'shtini viriska joyi. Bo'yinlarni ham biz qilib qo'yamiz. Chunki bo'yin eng shikolat joyi hisoblanadi cho'ponchada. Mana bu joyi koreyka joylari. Bularni hozir sirazi kesib chiroyli qilib manirovkadan chiqarib, xudo xolasa mana bolalar уже qilishyapti. O'g'illarimiz baraka topsin. Shunaqa chiroyli qilib san'at asari qilib yasab, yog'larda mana shunaqa vag'illatib, vug'ullatib pishirib turib, idishlarimizga solib, buni mana shu mehmonlarimizga taqdim qilamiz. Sifatli go'shtdan sifatli taom chiqqanda, mana vaguriyni qarang, boyiga koreyka joylari bor, mana shu mana go'shtli joylari mana bo'ladi. Mana mamatlar mana joylari biqin, qovurg'i, mana qarang. Voy, asal bo'lib ketganda. Buni xohlasanglar mana shunaqa souslarga qilamiz. Yoki mana shu Qashqadaryoning chiroq san'ati bo'ladi. Toshkentgacha yetib kelgan legendarniy ko'pchilik yaxshi ko'radi. Cho'ponchani originalini yeyman desanglar, qani bekos yo'lga marhamat.